Navbatdagi savol. Ustoz, yoshim 42 da, ayol kishiman. Menga 24 yoshli bir yigit sovchi bo'lyapti. O'zim hozirda tolibaman, u yigit ham tolibi ilm ekan. Mening 3 nafar farzandim bor. Menga sovchi bo'layotgan yigit katta o'g'lim bilan yoshi teng. O'zim bir solih insonga tegib, uning xizmatida bo'lib, u bilan birga dinimizga xizmat qilish niyatim bor. Bu yosh yigitga turmushga chiqsam, farzandlarimga qanday ta'sir qilarkin deb ikkilanyapman. Ustoz, bu holatimizga shariat nima deydi? Nasihat qilsangiz. Bismillah, valhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Shariat nuqtai nazaridan qaraganda aslida halol. Shariatda bunda yoshini belgilab aytib bermagan, buncha o'rtada tafovut bo'lsin, bo'lmasin degan joyi yo'q. Masalan, Rasululloh bilan Hadicha onamizning o'rtalari ba'zi rivoyatlarda aytiladi, mana mashhur gap, Rasululloh 25 yosh bo'lganlar, bo'ydoq yigit bo'lganlar, uylanganlarda Hadicha onamiz 40 yosh bo'lgan va Rasulullohdan oldin ham 2 marta turmush qilgan bo'lganlar. Ba'zi nimalarda 29 yosh bo'lgan deyiladi Hadicha onamizni. Ko'proq o'sha nimasi shu quvvatlaydi, ba'zilar 29 yosh bo'lgan Hadicha onamiz. Ba'zilar aytadi 40 yosh bo'lgan deb. Ya'ni nima bo'lganda ham, ya'ni ayol kishining eridan yoshi katta bo'lishi yoki erni ayolidan yoshi katta bo'lishi, masalan Rasululloh bilan Oysha onamizning oralarida necha yil farq bor masalan. Buni hech qanday shar'an man qilayotgan joyi yo'q. Umar roziyallohu anhu Ali roziyallohu anhuni qizini so'ragan Ummu Kulsumni. O'shanda so'raganda qizim hali erga beradigan holatda emas. Agar ko'ring, agar sizga ma'qul bo'lsa bo'ldi berdim degan. Uylangan Umar roziyallohu anhu o'sha nimani Alini qiziga uylangan. Oradagi tafovut qarang qancha. Bu urfda bor, arablarda urfida o'sha paytda bo'lgan Rasululloh vaqtida ham keyin ham hozirgacha ham bu narsa davom etib kelyapti. Oradagi yosh tafovutiga qaralinmaydi. Bu narsa urfdan shakllanib, endi bizning mentalitetimizda yosh tafovutiga qaraydigan holat bo'lib qoldi odamlarda. Agar bu mentalitetdan, ya'ni saqofadan kelib chiqib, yosh farqliligi hayotda davom etib ketishiga ta'sir qilsa, bu ishga kirmaganingiz yaxshi bo'ladi. Agar chunki Rasulullohning mentaliteti deymiz, saqofasi, o'sha paytdagi davrda tushunchasi, odamlarning holati, urf-odat, bu narsani hech kim farqlamagan, hech kim ayblamagan ham. Masalan, Rasululloh Oysha onamizni olganlarida, "Ha, mana yosh qizchaga uylandi bu. Bular mana shu, bularniki shu" deb bo'lmasa munofiqlar, kofirlar shunda qarab turgan payti bo'lganda malomatlardi Rasululloh. Hech kim malomatlamagan. Bu narsa normal, shunday oddiy qabul qilingan narsalar bo'lgan. Chunki ularning o'zlari ham bu ishlarni qilgan. Urf-odat shunaqa bo'lgan, hammada urf shunaqa bo'lgan. Hozir bizda urfimizda bunaqangi holatlar endi kam uchrayapti bunday holatlar. Bo'lib ham yosh tafovuti ancha katta. Shuning uchun nima deymiz? Birinchidan urf bo'yicha qaraganda sizda hayotlaringiz davom etib ketmasligida bu narsa sizdagi aynan hayotga qarash tushunchangiz bilan o'sha siz uylanayotgan yigitdagi tushuncha qay darajada? O'shani bilingda, shu davom etib ketsa bo'ladimi yo'qmi? Endi odam bilan odam farq bor. Bir xil odam bo'ladi, masalan 20 yosh bo'lsa ham bemalol o'zi erkaklik nimalari to'la komillashgan, oiladek qaraydigan bir tushunchada bo'ladi. Bir xil odam bor, bachchadek bo'ladi masalan. Hali 30 ga kirsa ham yosh bachchadek hisoblanadi. 30 ga kirsa ham bir narsalar tushunmagan, bir qanday bir yosh bachchalarning ishini qilib yurgan bo'ladi. Bu odamning shaxsiyatiga ko'p ham bog'liq. Masalan, erkak kishi agarda rujulati bo'lsa, Usomat ibn Zaydda Rasululloh Rum bilan urushgani jo'natganlarida amir qilganlar yoshlari 17 yoshda bo'lgan deyiladi. 17 yosh bola, masalan, uni askarlarda ichida Xolid ibn Validdek odamlar bor. Sarkarda Xolid, qo'mondon Xolid. Ya'ni onasi urush uchun tuqqan deyiladi-da u kishini. Shunaqangi odam. Mana shular bor bo'lgan jamoatga, katta askarga, eng katta askarga Usomat ibn Zayd 17 yosh bolani Rasululloh amir qilyaptilar. Demak, bu odam amirlikka loyiq, keyin borib kelgandan keyin bilgan, haqiqatan Rasululloh to'g'ri ixtiyor qilgan ekan, shu odam loyiq ekan, amirlikka loyiqligini mana hamma tan berdi. 17 yosh bolaga qarang, endi bu shuncha katta askarni boshqargan qo'mondon 42 yashar ayolni boshqara olmaydi masalan uylansa. Tabiiyki boshqaradi bu. Ana shunday, ya'ni odamning shaxsiyatida bu narsa farqlanadi. Shuning uchun siz o'zingiz qarang endi. Men hozir umumiy holatda gapirdim. Endi siz qarangki, shu yigit bilan uni fikri, masalan, dunyo qarashi qanaqa va sizning o'zingizda qanaqa? Agar shunday va farzandlaringiz bunga qanday qaraydi? Men uni bilmayman. Farzandlaringiz qanaqa tushunchada?
o'shanga ko'zingiz yetsa bismillah uylansangiz bo'ladi. Lekin unga ko'zingiz yetmasa, u bola hali o'zi nima qilayotganini ham o'zi bilmay xotin bo'lsa bo'ldi deb uylanayotgan bo'lsa, ertaga keyin kimdir ma'nilatadi unga. Keyin inasi kelib qoladi ozroq yashaganingizdan keyin. Sen jinnimisan, kimni olding sen deydi. Men qatorida sen deydi qayning, seni xotining mendan ham yosh katta ekan-ku deb onasi kelib qolsa uni. Keyin orada bo'lmaydi bu deb ajrashtirsa, sizdan bitta bola bo'lib o'tirgan bo'lsa ungacha. Ajrashtirsa keyin nima bo'ladi? Mana shu tomonlarni ham o'ylang. Agar ko'zingiz yetsa, bismillah, shar'an bu narsa hech qanday shariatimizda bu narsaga yomon qarash yo'q. Bu narsa bor, faqatgina mana shu tomonlarini atroflicha o'ylash kerak bo'ladi. Vallohu a'lam.